Farzand kutayotgan o'zbekistonlik mashhurlar. O'zbek san'ati va sport vakillaridan bir qanchasi yaqin kunlarda onalik baxtiga muyassar bo'ladi. Ularning ichida ilk bor 3, hatto 4 marta farzandli bo'ladiganlari ham bor. Afroza Sho'x Shaddod xonanda Afroza ilk bor onalik maqomiga erishadi. U o'tgan yilning 25 sentyabr kuni taniqli aktyor Botir Muhammadjonovning o'g'liga turmushga chiqdi. Afrozaning turmush o'rtog'i ham ijodga yaqin inson. U xalq xizmatlariga asosan turmush o'rtog'i bilan boradi. Gulasal Abdullayeva Nihol mukofoti sovrindori xonanda Gulasal Abdullayeva ham yaqin kunlarda yana bir bor ona bo'lish arafasida. Yaqindagina 30 yoshni qarshilagan xonanda homiladorligi aks etgan videolarni ijtimoiy tarmoqqa joylab boryapti. Farangiz Xoliqova Aktrisa Farangiz Xoliqova ilk bor ona bo'lish arafasida. Marhum xonanda Husniddin Xoliqovning qizi Insta-bloger Farangiz o'tgan yilning 8-noyabrda turmushga chiqqan. U turmush o'rtog'i bilan Instagram orqali reklama sababli tanishganini aytgandi. Malika Egamberdiyeva Xonanda Malika Egamberdiyeva ham yaqin kunlarda ona bo'lish arafasida. U homiladorligiga qaramay xalq xizmatiga doim shay. Diyora Keldiyorova Olimpiada chempioni Diyora Keldiyorova ilk bor onalik baxtiga sazovor bo'ladi. Sportchi bu haqda o'zining Instagramdagi postida ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Diyoraning turmush o'rtog'i ham sportchi, dzyudo bo'yicha murabbiy. Malika Ravshanova Bu mening onam deya barcha onalarning ko'nglini oluvchi xonanda Malika Ravshanovaning o'zi ham bu yil yana bir bor onalik baxtiga erishadi. U 4-marta ona bo'ladi. Garchi xonanda homilador ekanligi haqida alohida post joylamagan bo'lsa-da, xalq xizmatlaridagi videolarda uni yaqin kunlarda farzandli bo'lishini bilish qiyin emas. Bahora Arslonova Aktrisa Bahora Arslonova yaqin kunlarda 3-bor ona bo'ladi. U bu haqida Instagramdagi sahifasida ma'lum qildi.